Assalomu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıqlarının Bahadır Namı namlıq romanının davamını anlaqaysızlar. Miladiyə 1503-cü ili baş baharı, Turpan. Sultan Əhməd xanның ordusu kişiге tolumu vəhimlik tuyğu berətdi. Ordu sipilinimi şəhər sipilği oxşaslı mаңлыған yasavullah muhafizət qılatdı. Məhkəm yepilğanıға qaramay, qılıçlarını yalamaşlığan yasavullah muhafizət qılıb turduğan ordu dərvasının aldıdan oddi şəhər ahalisi ehtiyat bilən təşvişlik tuyğular ilkidə əgib ötüşətdi. Toğluq Təmirxandan tartıb nəçə əvlad xan sultanlar yarlıq, fərman jakarlab kəlgən şahnişinin ətrafını onlığan yasavullah keç-gündüz muhafizət qılatdı. Tövən dərəcəlik ordu məhrəmləri və xizmətdarlar bu ali sarayğa xalığanca yaqınlaşamaydı. Şunlaşqımı şahnişin kişiге xuddi orduğa oxşaş həm sırlıq, həm vəhimlik tuyğu berislaydı. Bugün şahnişinға o'ttiri dərəcəlikdən yuqori əmir sərkətlər toluq yığılğan olub, çiksət olub ör turusqanicha xanның qobulunu kütüb atatdı. Alileri geldi! Baş məhrəm beginin inçikə, caranlıq avaz bilən təng Sultan Əhməd xan şahnişinin təxtə yaxın tərəfigə qoyulğan xas işkidən məğrur qədəmlər bilən kirib gəldi. Onunğaca qol bağlaşqanicha qaddalarini pükkan əmirlər salam berişdi. Assalomu alaykum, alilərinin altın boyu esen, dövlətləri ziyoda bo'lg'ay. Sultan Əhməd xan aldırmay kelib, yolvas terisi selinğan altın təxtə joylashib o'tirgandan keyin əmirlərinin salımını elik aldı. Va alaykum assalom. İcazət. Qudratli şahimiz mərhəmətlikdir. Əmirlər xanğa yana bir qitim ehtiram bildirgandan keyin mansab dərəcəsi bo'yicha o'z o'rinlaridan joy elishdi. Xanzadılar kirgay! Baş məhrəm beginin önü ötüşü haman şahnişinğa çoğ işikdən Mansur xan, İskəndər xan, Seyid xan, Babaçaq xan, Şeyx Muhammed xan, Abduxilil xan, Emin Xoca xan, Çintemir xan, Yusun Temir xan və Toxta Boğa xan qatarlıq 10 nəfər xanzadə boy siri kirib gəldi də taxtның aldığı kelib qollarını köksüge alğanicha Sultan Əhməd xanğa salam verdi. Assalomu alaykum xan ata. Va alaykum assalom, dedi Sultan Əhməd xan oğullarına işgüyərlik bilan qarab. Assalomu alaykum muhtaram ustozlar, dedi xanzodlar əmirlərə qarab. Əmirlər dürlüdü o'rinlaridan turishib, xanzodlarning salomini elik elishdi. Va alaykum assalom, xanzodlarning murodi hosil bo'lg'ay. Sultan Əhməd xan cho'ng xanzodasi Mansur xonga taxtning o'ng tarafiga qo'yilgan kursidan boshqa xanzodalarga to'van tarafdan o'rin berdi. Çoğ xanzoda Mansur xandan boshqa xanzodalarning bugungi ordu kengashiga alohida taklif qilinganligini ko'rgan amirlar muhim bir ish ustida kengash bo'lganligini pamlasdi-da bir-biriga yertegidan qarshib qo'ydi. Demisimi bir necha yuqori martabalik amirlardan boshqa amirlarning bu qitimqi kengashning maqsadidan xabari yo'q edi. Janobi amirlar, dedi Sultan Əhməd xan shahnishindagi sukunatni bozib, amirlarga tahsin nazar tashlab turib. Yaqinda og'am Sultan Mahmud xon oliylaridan jiddiy yorliq topshirib oldik. Sol kunlarda xon og'amning behisob himmat shafqatiga noil bo'lgan Shaybon xon tuzko'rlik qilib, Buxoro, Samarqanddek katta shaharlarni besivog'iniga shukr qanoat qilmay, isyon nog'risini chelib, Farg'ona vodisi bilan Toshkentga tahdid selib etibdi. Şol sebepten ol rezil yağğı birlikte taqabul turuş üçün Bahadır sərkər ləşkərlərimizni dərhal elib berişimға fərman beribdi. Əlbəttə, xan yarlığı müqəddəsdir. Ol Asi Şeyban xan büyük səltənətimiz üçün xətərlik düşməndir.
Uni jazolash hammamizning burchimizdir. Sultan Ahmadxonning bu yil yozda Yorkentga lashkar tortib berib, Mirzo Abubakrni talto'kis yo'qotish muddasining borligidan hamma amirlarning xabari bor edi. Kutilmaganda uning Yorkentga emas, Toshkentga lashkar tortib bormoqchi bo'lganligini anglab, amirlar gangirab qoldi. Chunki ular uchun Mirzo Abubakrmi Shaybonxonga o'xshashla kuchli tahdid edi. Shu topda hamma amirlarning avval Mirzo Abubakrni yo'qotib, Malay yerini qaytarib elib, zaminini birlikka keltirib, el-yurt, taxt saltanatni xotirjam qilish orzusi bor edi. Ondaqda Malay yerga lashkar tortish ishi yana orqaga surilamdi valilari. Avval Mirzo Abubakrning ishini bir taraf qilsak yaxshi bo'ladi. Yana ta'xir qilsak, bek haddidan eshib ketarmikin. Navoiyxon oliylarining Toshkentga hamdamga ketganidan xabar topsa, Oqsuv hujum qilib tinchitmasmikin? Elmo lashkaravatni pat-pat parakanda qilyotdi. Sultan Ahmadxon amirlarning andisini tushunatdi. Aslida uning mu avval Yorkentga lashkar tortqusi bor edi. Ammo aksi Sultan Mahmudxon yorliqni topshirib olgan hamon darhol yo'lga chiqishini talab qilgan edi. Shunga aksini xatarga tashlab qo'yib, Qashqarga lashkar tortishga ko'ngli unamadi. Uning sizmi onasi egichilar bilan ko'rishmagili uzun yillar bo'lgan edi. Hatto dadasi Sultan Yunusxonning tuproq beshini yo'qlab berib baxmagan edi. Mushunda xatarlik ahvolda onasi, aksi va ochilar bilan kor bo'lmasa bo'lmaydi. Oqsu uch amiri Mirjabbor Bardibek janoblarining Mirzo Abubakrning hujumini unumli to'sishga qurbi yetadi. Yana Maralbeshi pichoq sundi baglarini hamdamda bo'lishga farmon berdik. Cho'ng Xonzoda Mansurxon bir necha yildan beri Turpan, Qumullarda yurtparchilik qilib, saltanat ishlariga xeyli obdan pishib qoldi. U amirlarga tashli bir nazar tashlab etib davom qildi. Albatta har birlarining andishisi o'rinsiz emas. Ammo Oqsu ushta Mirjabbor Bardibekdek sadoqatman, iste'dodli amir sarkarlarimiz bordir. Ularga Kuchar, Qorashahar amirlari hamdamda bo'ladi. Menimcha Mirzo Abubakrning Oqsuning bu tarafiga o'tishga maqdur yetmaydi. So'nglashqa taxtga Cho'ng Xonzoda Mansurxonni noyibxon qilib saltanat tizginini topshirmoqchiman. Cho'ng Xonzodaga hozirdan boshlab sultonlik martabasi berilgan. Mansurxon das o'rnidan turib taxtning oldiga kelib yukindi. Xon oliylari marhamatlidir. Kamina o'g'illari o'zlariga vakolatan saltanatga qoranchiq bo'lib, kutgan umidlarini oqlayman. Buyuk saltanat uchun borlig'imni fido qilaman. Sultan Ahmadxon saltanat huquqining simvoli bo'lgan chos shaklli qoshtishi muhrni Mansurxonga topshirib bergandan keyin gapini davomlashtirdi. Xonzoda Bobojaxon, Shayx Muhammadxon, Emin Xo'jaxonlar ostonada qilib qilib saltanat ishlari hamdamda bo'ladi. Xonzoda Iskandarxon Olmaliq, Elibaliq, Beshbaliq viloyatlariga, Xonzoda Abduxelilxon Yattisu, Sayram viloyatlariga qaytib, o'z suyurg'anliklariga posibon bo'lg'ay. Farmon bardorimiz, Og'am Sultan Mansurxon oliylarining farmoniga itoat qilib, saltanat uchun kuch qo'shimiz, dedi farmon topshirib olgan xonzodalar yukinib turib. Xonzoda Saidxon bilan Xonzoda Bobojaxon Toshkent yurishiga qatnashadi. Dadasi bilan birga Toshkentga borganligini anglagan Saidxon bilan Bobojaxon hayajonlangan holda das o'rnidan turib taxtning oldiga yukindi. Farmon bardorimiz, ikki xonzodasining chiroyidagi xushallikni ko'rgan Sultan Ahmadxon qopqini turdi. Biz Toshkentga mehmondorchilikqa bormaymiz. Saltanat dushmanlari bilan urush qilish degan so'z har qachon yodinglarda bo'lsin. Ikki xonzoda jaronliq ovozda javob berdi. Xon otamning kalomini esimizda tutamiz. Saltanat dushmanlarini yer bilan yakson qilishga tayyormiz. Sultan Ahmadxon
Әмділ егітлікке қадам қойған оғылларға мәмнунлық білән қарап қойды. Басқа ханзадылар texi kichik edi. Шуңа ularga vazifa topshirilmadi. Ләшкери диванның мырзасы bu qitimqi ләшкери yurishga bekitilgan әмір sarkarlarning ro'yxatini o'qib o'tdi. Ләшкери yurishga buyurilgan әмір sarkarlar ilkidagi lashkarlarning sonini lashkari divanga tizimga oldirib, xazindan 6 oylik ta'minotini oldin elib olg'ay. Allah xolisa yana 3 kundan keyin yo'lga chiqamiz. Sultan Ahmedxon kengashning tamom bo'lganligini bildirib, o'rnidan turdi. Barliq amirlar durrud o'rinlaridan turishib, xonni ehtirom bilan uzatib qo'ydi. 3 kundan keyin Sultan Ahmedxon Mirza Hasan, Ali Sardar qatorliq 20 nafar amir sarkarlari bilan 15 ming kishilik xillangan otliq qo'shinni boshlab Toshkentga qarab yo'lga chiqdi. U Ayazbek Qushchi, Mavlona Jaloliddin Turpani qatorliq xonliq madrasaning bir qancha mudarrislarini lashkariy mushavirlar qatorida ilib olgan edi. Saidxon ot ustida qin-qiniga botmay ketib o'tadi. Shu topda u nomini to'liq anglab, xuddi cho'chaklardagi samoviy shaharlarda his qiladigan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijonlarni o'z ko'z bilan ko'rdiganligidan xush bo'lsa, yana bir tarafdan texchi chiroyini ko'rib boqmagan xon tog'isi Sulton Mahmudxon, pahlavonlik tanqini to'liq anglagan mashhur sarkarda Muhammad Husayn Ko'ragan, Said Muhammad Mirza, bo'libmi 18 yosh vaqtida dadasining o'rniga podshoh bo'lib, ajoyib katta janglarni qilgan, bahodirlik nomi tillarda doston bo'lgan Navri aksi Zahriddin Muhammad Bobur Mirza bilan ko'rishadiganligidan hamda ular bilan birlikda taxt saltanat dushmanlari bilan jang qiladiganligidan hayajonlanadi. Ularning chiroy turqini g'oyibona tasavvur qiladi. Bahodirlik nomi xelidan beri tonish bo'lgan Navri aksi Bobur uning qalbidagi Rustam dostondanmi ortiq qahramon edi. So'nglashqimi u Toshkentga tezroq yetib berishga oldiraydi. Ko'zni yumib ochqicha Boburning oldida paydo bo'lishni orzu qiladi. Etiga to'xtamay qamchi selib qo'shinning oldiga o'tib ketadi. To'g'chibay orqasidan qo'g'lab kelib, uni o'z navkarlari bilan belgilangan sapda mengishga jo'raydi. Ilojisiz sapga qaytishga majbur bo'lgan Saidxon eli inisi Bobojaxonni yavash, izlangulikda ayblab tishiga tegsa, eli xonliq madrasadagi hamsavoq do'sti Tohirbek bilan baslashib, ot chepishadi. Tohirbekmo dadasiga ergishib, bu lashkariy yurishga qatnashgan edi. To'g'chibay yurishda qo'shinning tartibiga mas'ul bek deb izohatdi. Chunki amir sarkarlarning xotin bolalarini billa etmishga yo'l qo'yiladi. Ular faqat Sulton Ahmedxon bilan ustozi Oyazbek Qushchining oldida sho'xlik qilishga petinolmaydi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, O'sh haqida o'zlari bilgancha so'zlashadi. Har qanday parangning temisi oxir berib Boburda to'xtaydi. Ağam Babur podsho oliylari ikki qo'ltiqiga birdan navkarni qo'ltiqlab olib yuguradigan bo'lsa, sayoq navkarlarga yetishmaymiz. Otgan o'qi osmonda uchib ketib qolgan qushning beshiga tegarmish. Qilishvozlikda tanqish yo'qmish, deydi Saidxon. Oshundoq bahodirlik bo'lmasa, Samarqanddagi katta shaharni ikki qitim ola olamdi, deydi Tohirbek qoyilligini bildirib. Odam zoti har qancha pahlavon bo'lsa, shunchalik bo'la. Zo'r qo'shin yo'llarda avomni cho'chitib qo'ymaslik, ochliq ziroatlarga ziyon zahmat yetkazmaslik uchun bo'stonliq ekinlarni yurt mahalli ichine tashlab, xatarlik, qiyin bo'lsa-mu udul bo'lgan tog' va cho'l yo'llari bilan mang'atdi. Besib o'tmasi bo'lmaydigan yezi qishloqlarga to'g'ri kelganda tartibga alohida diqqat qiladi. Puhralarga qilchilik ziyon zahmat yetkazmaydi. Sulton Ahmedxonning lashkariy tuzumi intayin qattiq edi. Salballa savallik ko'rilsa, yuz xatir qilmay qattiq jazolaydi.
zo'r umid bilan nijotlik izlab Toshkentga kelgan Boburni yana umidsizlik tomonlari chirmib oldi. Gerçi tağısı Sultan Mahmud Xan uni Xan sultanlarga xos katta hasham bilan kutib olgan bo'lsa-mu, texchilar saltanat ishlariga aralashtirmay, xuddi mehmonga o'xshash muomala qilyotdi. Ammo Boburning Toshkentga kelishiga maqsadi mehmon bo'lib, qo'rsoq beqish emas, xon tog'asi bilan birlikda Farg'onani Ahmad Tanbaldan tortib olib, qaytadan lashkariy kuch to'plab Shaybonxonga taqobil turish edi. Bu muddasini bir qancha qitim puritib baqdi. Ammo Sultan Mahmud Xan Boburning maqsadini tushunmadimi yoki qasdan qalvonlik qilib oldimi, aytavr udul javob berishdan o'zini qochirdi. Shu kunlarda Ahmad Tanbalning xo'riki borgan siri o'sib, o'rtepaga lashkar tortib u o'tgan yil kuzda Sultan Mahmud Xonning farmoni bilan o'zini el bo'lishga undab kelgan oksi Ahmadbek Talbani o'ldirib, xon lashkarlarini ter-peran qilib o'tgandan keyin yuragi yo'g'inab haddidan eshib ketgan edi. Xonzoda Jahongir Mirzani nazarband qilib, Farg'onaning barliq huquqini qo'liga ilib olgan edi. Toshkentda Ahmad Tanbal Shaybonxon bilan ittifoq tuzib deyay, Shaybonxon lashkar tortib kelsa, Andijon bilan o'rtibini Ahmad Tanbalga berishga va'da qilib deyay, degandek mish-mish gaplar avib qolgan edi. Bobur har kunidagidek tog'asi Sulton Mahmud Xonning oldiga salomga boradi. Biroq Sulton Mahmud Xon uni qizg'in kutib olgandek, izzatini qilayotgandek, kuyimchanlik bilan ahvol so'rayotgandek qilsa-mu, ammo o'rda kengashlarga qatnashtirmaydi. Said Muhammad Mirzning o'rtibini Ahmad Tanbalning hujumidan qo'g'dash uchun oksi Muhammad Husayn Ko'ragonga hamdan bo'g'ilib ketganligini 2 kundan keyin Said Muhammad Mirzni izlab, uning qasriga borganida ondan bildi. Xon tog'asining mushuncha vala cho'ng ishni o'zidan sir tutganligini bilib, ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Aslida Sulton Mahmud Xonga muddasini udulla deyishni be'ab ko'rib, avval Said Muhammad Mirzi bilan so'zlashni ko'ngliga tukkan edi. Amdi Said Muhammad Mirzmu o'rtepaga ketgan, Toshkentda ko'ngil sirini aytqidak ichki kuyar odami qolmagan edi. Hech bo'lmaganda momam Eson Davlatxonim bo'lgan bo'lsa-mu qarshiki. Bobur sig'inish ilkida tadbirlik, o'z so'zlik mo'misini esiga oldi. U Samarqandni tashlab chiqqanida mo'misi Eson Davlatxonim ojiz Xonzoda xonimni Shaybonxonga topshirib berish uchun pep qolgan edi. U o'rtepaga kelganda mo'misi Eson Davlatxonim uningga yetishib oldi. Bu chaqda o'rtepa amiri Muhammad Husayn Ko'ragonning og'chisi bo'lgan Hammasi Xubnigar xonimning vafot bo'lganiga yarim yil bo'lib qolgan edi. Shu sababdan mo'misi qizi Xubnigar xonimning tuproq beshida bir mazgil Qur'on tilovat qilish hamda amdilishga yosh kirgan navrisi Mirza Muhammad Haydarni o'z qo'li bilan parvish qilish uchun o'rtepada qolgan edi. Yana bir mo'misi Shohbegim, onasi Qutlug'nigar xonim, hammasi Mehrnigar xonim va Davlat Sulton xonimlar o'rtepada edi. Shunga Bobur o'zini tikandek yolg'iz sezardi. Toshkentga kelishining oldida Qosimbek Qovchining Yesarga ketishiga ijozat berganiga pushaymon qiladi. Suyimlik navkari No'yon Ko'kildashning o'limini esiga olsa, vujudiga qaytadan yig'i o'lashadi. Toshkentga qandoq armonlar bilan kelgan edimi? Endi put qo'yg'idek viloyatimmi yo'q. Beshimdan do'ppam tushib ketsa, boshqalarning ziminiga tushadi. Ona ergashgan sarkarda nökarlarimning ketgini ketib, qoshqini qochdi. Xon tog'amning mehmondek azizlashlaridan joq to'ydim. Nökar qatorida ko'ygan bo'lsa qochki. Odamdan baxt omad qochganda hamma ishi ta'tirsiga mangdi ekan. Elimi yaxshi, mo'mam Shohbegim, hammalarim o'g'lim desa o'g'lim deb erkaltib, ko'nglimni ovundirgan edi. Amdilikda ularni o'rtepada. Ularning yeniga boray desam, xon tog'amning ijozat berishi mumkin emas. Jimjitlik ketaveray desam, ranjib qoladi. Uni ranjitsam, Shayboqqa taqobil turgan cho'ng ishga daxli yetib qoladi. Qosimbek Qovchin bilan No'yon Ko'kildash yenimda bo'lgan bo'lsa qandoq yaxshi bo'ladi.
Babur əfsusluq ilkide əslimile qoynuğu şunğudu. O Samarqandni tashlab chiqqandan keyin Udul o'rtupiga kelib to'xtadi. Muhammad Husayn ko'ragan istiqbolligan shaxsan o'zi chiqib qarshi oldi va o'rtupidagi cho'ng tumanlardan biri bo'lgan Dahkatni Boburga vaqtliq panohgoh qilib berdi. Sizlar Sulton Mahmudxon oliylarining dargohiga berivasizlar. Kaminlar Hisarga baray. Dedi bir kuni Qosimbek Qovchin Boburning Toshkentga berish xiyolini bilgandan keyin. Xon tog'amning oldiga men bilan bormamdilar. Deb so'radi Bobur ajablanib. Hisarda Xusravshah bor. Usulni qarshi olammi? Xusravshahning bizni qarshi olmaydiganligi aniq. Dedi Qosimbek Qovchin biroz o'ylanib olgandan keyin. Oliylarga rost gapni qilsam, kamillarni Xusravshah emas, enisi Boqtarxon Chag'onyani taklif qilgan edi. Bobur yoqtirmagan holda chiroyini purishtirdi. Boqi Chag'onyanining ko'maklashiga va'da berib qo'yib, Sarpuldagi jangga kelmaganligi texchilar ko'nglidan chiqmagan edi. Onu og'isiz Xusravshahga o'xshash tuturuqsiz odam ekan deyman. Samarqanddan chiqqandan beri ko'ngillarining orami bo'lmag'achqa g'ash qilmay deb yoshirib kelgan edim. Hozirgacha uningdan bir necha parcha maktub topshirib oldim. Sarpuldagi jangga ulgurib kelolmaganligidan ko'p xijolatı bor ekan. Bizning bu jangga oldirib qolgan yerimiz bor. Keyin Samarqandning qatma-qat qo'rshab qolganligini ko'rib, ozg'in lashkarlar bilan hujum qilishga petinolmabdi. Biz bilan aloqalashay deb tursa, og'zi Xusravshahning g'ayri niyatidan xabar berib, oyg'oqchi ketdi. Ol pasiq, oshko'z, badniyat Xusravshahning mol dunyo, zamin uchun do'st dushman, qarindosh, urug' tuqqan deb ayirmaydiganligi o'zlariga ayon. Shuning bilan Chag'onyaniga qaytib ketishga majbur bo'lgan ekan. Hozir Hisardagi ko'p qism amir-baglarning Xusravshahdan ro'yi qaytibdi. Boqi Chag'onyani yozgan xatida avval sizlar kelsizlar, baglar bilan xufiyani kengashib bormaslar ish ko'raylik. Fursat pishib yetilganda Bobur podsho oliylarini Hisar taxtga taklif qilaylik deb muddasini izhor qilibdi. Hozir ilkimizda na viloyat, na lashkarning tayini yo'q. Sulton Mahmudxon oliylarining sizlarga birer va viloyatni berishi texna aniq. Shunga Hisarga berishga tavakkul qilishni loyiq topdi. Gerçi Boburning Qosimbek Qovchinni yenidan ayrılg'usi bo'lmasmi, lekin ko'rsatgan o'rinliq sabablar oldida yo'q deyishga bahona topolmay ijozat berishga majbur bo'ldi. Texi bir oy ilgari Ohangaron davasiga kelib 3-4 kun turib qolganida Mo'min ismli bir tonishining kechlik ziyofatiga ketgan No'yon Ko'kildasning jasadini atsi nökarlari bir yorning tegidan tepib keldi. Gerçi nökarlari Mo'min Mirza Samarqandga vaqtida No'yon Ko'kildash bilan bir qitim xeyli bahsatlashib qolgan edi. Mo'min Mirza mush uchini elish uchun No'yon Ko'kildashni ziyofatga chaqirib, mas qilib qo'yib, yordan ishtirib etgan bo'lishi mumkin deb faraz qilishgan bo'lsa-mu, lekin buni dalillaydigan fakit bo'lmaganligi uchun al-hukmulillah deyishga majbur bo'lgan edi. Kichkidan tartib xizmatini qilib Holidan xabar elib kelgan No'yon Ko'kildashning o'limi Boburga bekli ig'ir kelgan edi. Oradan bir necha oy o'tgan bo'lsa-mu, har qitim uni esga olsa, yig'idan o'zini tutib ololmaydi. Bobur ko'z yoshlarini surtib etib, qaysi kuni tog'asi Sulton Mahmudxon bilan g'izolang'ach, ko'nglidagi andishni bildirish uchun o'qigan ruboyisini esiga oldi. Yod etmez imiş kişini mihnette kişi. Şad etmez imiş ko'nglini g'urbatda kişi. Ko'nglim bu g'ariblikda şad bo'lmadi hech. G'urbatda sevinmez imiş albatta kişi. Sevinmez, suyunmez debdi uzab. Sulton Mahmudxon she'r san'atga qiziqadi. Gerçi yozganlari ancha muvaffaqiyatli chiqmasa-mu, ancha-muncha she'r yozib turadi. Xo'sh tutsa, bizmi baravatlarda yozganlarini o'qib beradi.
Babur uni she'rni obdan tushunadi deb o'ylagani uchun bu ruboiyni alaydan o'qigan edi. Lekin Sultan Mahmudxon ruboiyining fasohatini deb maqtab, yoshiringan mazmuni haqida eg'iz ochmagan edi. Xon tog'am maqsad muddaimni qasdanga bilmasga selvatamdigan bu yoki boshqa xiyoli bormidi? Said Muhammad Mirzani og'isi Muhammad Husayn Mirzaga hamdamda bo'lib, o'tibini muhofazat qilish avatibdi-yu. Ammo ko'proq lashkar bilan yo'lga sanmabdi. O'z vaqtida Sayboqqa ziyoda ishinib ketib, hamma lashkarni avatib qo'ygan uchun amdilikda ishonchlik, sadoqat masarkatlarini gumonlanib ehtiyot qilyapti ya. Lashkar demaklikning o'zi saltanat, hokimiyat demaklikdir. Albatta uni ching tutish kerak. Chunki lashkar kimning ilkiga o'ssa, saltanat shuning qo'liga o'tadi. Ammo ota-bobolardan tortib bu xonadonga sadoqatmalik bilan xizmat qilib kelgan Said Muhammad Mirzdan uncha gumonlanishning hojati yo'q edi. Uning og'isi Muhammad Husayn ko'rgan bo'lsa, tog'amning yaqin do'sti, odosh og'inisi. Ol og'inlarning tog'amga osiylik qilishi hargiz mumkin emas. Balki menda mashundoq gumonlar bilan ehtiyot qilgandir. Uning bu muddaimni qanday tushundirsam bo'larkin? Munofiq Sayboq bilan Tuzkur Ahmad Tanbalni yo'qotib, oba ajdodimizdan qolgan taxsirdanatni saqlab qola olsamlar, menga toji taxtning keragi yo'q edi. Xon tog'amdan hargiz taxsirdanat talashmaydi. Hammadan al-yurtning xotirjamligi, boyosatligi, osoyishligi afzal. Barcha xon sultonlar havas qiladigan Samarqand taxtida bir emas ikki qatim o'ltirdim. Oxirgi hisobda nimaga erishdim? Avara unnakirni urush tahlikadan qutuldirolmadim. Toji taxtni deb avom ra'iyatni ocharchilik ofatiga duchor qildim. Nurg'un ayollar tul, nurg'un farzandlar yetim bo'ldi. Hatto jinini saqlab qolish uchun dal-daraxtlarning g'ozonlarini, qo'zoqlarini yedi. Shariat yeyish qat'iy cheklangan, yesi gunoh kabir sanaladigan eshaklarning go'shtini yeyishga majbur bo'ldi. Al-avomni shunchalik balolarga mubtalo qilib nimaga erishdim? Hech nimaga. Hatto put qo'yg'idek zamani yo'q sayoqqa aylandi. Bu dunyoning kori shunchalik keng oxir. Tog'am Sulton Mahmudxon oliylari buni tushunsa edi koshki. Babur taxkatda turayotgan chig'ida Masha teg'i bag'ridagi buloqning beshida orom elib o'ltirib, navkarlarni buyurib, toshqa o'ydirib qo'ygan she'rni fors tilida past ovozda yodladi. Shunidamki Jamshidi Farruh sirishd. Bu sarchashma-i bar sangi navshd. Barin chashmachun mobasi damzadan, biraftan to chashmi barhamzadan. Giriftim olam bemerdi huzur, velikin ne vurdim bahut begur. Yashmisi anladım ki qutlug' tabiatlik Jamshid bir buloq beshida tosh ustiga shundoq deb yezibdi. Bu buloq bo'yida bizdek nurg'un odam dam olgan. Ko'zni yumib ochqicha hammasi ketishdi. Mardlik va kuch bilan bu dunyoni oldik. Lekin o'zimiz bilan birga go'rga elib ketolmadik. Boburga bu she'rning mardlik va kuch bilan bu dunyoni oldik, lekin o'zimiz bilan birga go'rga elib ketolmadik degan oxirgi ikki misrasi bakmi yaratdi. Yaqindan beri ko'ngil g'ashligini oshu misralar bilan besib, o'ziga tasalli berib kelyapti. Bundaq dishvorchilik bilan yashag'ucha beshimni elib ketganim yaxshi. Bundaq xorliq va zorliq bilan kishilarga do'qirib yurgucha oyog'im yetgan yerga ketganim yaxshi. Ammo nega ketsam bo'lar? Haros kichikimdan rahmatlik buzruklar bobom Sulton Yunusxon oliylarining tasarrufidagi joylarga berish, Turpan, Qashqar, Yorkent, Oqsuv, Kuchar, Qomil, Xotan
balık, beş balık, eli balık, olmalık qatarlıq məşhur şəhərlərini ziyaret qilish arzuyum var edi. Oylab baxsam, faqat saltanatdan voz kecholmay, tuqqanlarimdan ayrilishga qiymay, bu arzuyimga yetishga muyassar bo'lolmagan ekanman. Endi qo'limdan saltanat ketdi. Anam, analari, egich singillari va inalarga qo'shildi. Endi ularning g'amini yemasam bo'ladi. Oldimni to'sib turgan to'salg'ularga tugadi. Burunqi saltanat haqidagi orzu-g'oyalarim qolmadi. Cho'ng tog'am bilan kichik xon tog'amning ko'rishmaginiga 24-25 yilcha bo'ldi. Kichik xon tog'amning bahodirligi haqida nurg'un hikoyalarni anglagan bo'lsam, texchi uni ko'rib boqmabdiman. Hozir Sayboqdek bir dushman paydo bo'ldi. Uning ziyni hammamizga o'xshash. U tamamen hokim mutlaq bo'lib olishdan va bek zo'rayib ketishdan burun jiddiy amalni qilish zarur edi. Chunki donishmandlar qo'lingdan kelsa o'tni bugun o'chir. Navoda o't ulg'ayib ketsa jahonni ko'ydiradi. Dushmanni bir o'q bilan mixlab qo'yish mumkin ekan, uning o'z yosini kerishga imkon berma deb ogohlantirgan. Ammo hozir u Sayboqning kichik xon tog'amning yordamisiz yo'qotish mumkin emas. Acaba mening turpangga berib kichik xon tog'am bilan ko'rishib, og'i inlarning uchrashiga vosita, ularning birlikda razil dushmanni yo'qotishiga turtki bo'lishimning imkoniyati yo'qmi zoti? Babur qat'iy niyatga kelib bu muddasini Sulton Mahmudxonga bildirdi. Uning toji taxt saltanatdan voz kechish xiyoliga kelganimi, turpanga berib kichik xon tog'asi Sulton Ahmadxonni boshlab kelmoqchi bo'lganimi rost edi. Ammo Sulton Mahmudxon uning bu maqsadini o'rtamda e'tiborga erishmaganidan ranjib, mushundaq bahona bilan ketmoqchi bo'lgan o'xshaydi deb tushundi. Boburning mayli turpanga, mayli boshqa yerga ketishi o'xshashla Sulton Mahmudxon uchun nomusliq ish edi. Anlagan kishilar jiyanini patqizmabdi deb fitna qilishadi. Yana biroz ta'xir qilsizlar qadrlik o'g'lim, dedi Sulton Mahmudxon sipoyilik bilan. Haqiqatan mening ko'nglimdagidek bir muddani ko'ngillarga tukkan ekanlar. Biroq o'tgan yili kuzda turpanga yorliq mangdirib, inim Olashxonni sarkarlashkarlar bilan Toshkentga chillaganman. Balkim pat yaqinda kelib qolar. Navoda yana kelmay qolsa, ondan boslimi kechikib qolmaydilar. Ol hamdamchi qo'shinimiz kelib bo'g'icha, biz Farg'onani cho'ngiliga ilib olgan Riyokor Ahmad Tanbalning ishini bartaraf qilg'ashtiraylik. Boburga tog'asining mushunchalik gapi kifoya qiladi. Sulton Mahmudxon oxiri uni lashkariy ishlarga aralashtirishga majbur bo'lgan edi. Shu asnoda Said Muhammad Mirzo Boburning ikki mo'misi, onasi va homillarni elib o'rtupidan Toshkentga qaytib keldi. Mo'misi Ison Davlat xonimning og'rib xiyil ojizlab qolganini ko'rib, Boburning ko'ngli yerim bo'lgan bo'lsa-mu, Said Muhammad Mirzoni ko'rib boshqacha jonlandi. U Shaybonxonga qarshi jazo yurishining umidini Said Muhammad Mirzoga bog'lagan edi. Shunga fursat tepib, uning bilan ayrim so'zlashishni ko'ngliga pukdi. Bugun tong saharda ikki mo'misini, onasini va homillarni yo'qlab, ulardan esenlik so'rab o'tgandan keyin Said Muhammad Mirzo bilan ayrim ko'rishish uchun o'rdaga kirgan Bobur o'rda farmonchisi bilan do'qirishib qoldi. "Harnim bo'lsa yo'limni qisqartirlar podsho oliylari", dedi farmonchi bek. "Xon oliylari dargohiga chillaydi." Bobur oldiroq sahnasiga kirdi. "Enim Sulton Ahmadxondan chaparman keldi", dedi Sulton Mahmudxon hayajonlangan holda. Ular Toshkentga yaqinlab qopti. Sizlar buzruk mo'mlari Shohbegim, homilari Sulton Nigar xonim, Davlat Sulton xonim hamda cho'ng xonzoda Sulton Muhammad xonike va Mirzo xonlar bilan birlikda yo'g'a qishliqqa berib, kichik xon tog'laridan hordiq so'rasizlar. Buzruk onam Ison Davlat xonimning salomatligi tozi yaxshi emas. Egizam Qutlug' Nigar xonim bilan Mehr Nigar xonim uning holidan xabar olsin. Men Said Muhammad Mirzo qatorliq o'rda akalari bilan shahar sirtida istiqboliga chiqay.
Kichik xon tog'asining xabarini olgan Bobur xushalliqdan o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Farmonbardorman. Hozirli buzruk momam Shohbegimga xabar yetkazib, yo'lga chiqishning tayyorligini qilay. Bobur tog'asidan ijozat kutmayla o'zini sirtqa otdi. Bobur 2 kundan beri Yog'a qishliqida tog'asi Sulton Ahmadxonni taqazzoliq bilan kutib o'tdi. O'g'lini ko'rmagili 25 yil bo'lgan Shohbegimmi pat-pat chedirning oldiga chiqib, qo'lini peshonasiga soyavan qilganicha yiroq-yiroqlarga talmirib qaraydi. Ularning bu taqazzoligi cho'ng xonzoda Sulton Muhammad Xonikaga faqat yoqmaydi. Bundoq qarab qanchalik yiroqni ko'ra oladilar, mo'ma? Deydi u Shohbegimni zangliq qilib. Tog'am yiqilib qolsa, omini xabar topamiz. Boburjonning kuniga 2-3 qatim 15-20 chaqirim yiroqlikqa ot choptirib berib kelayotganligini ko'rganlar. Bundaq taqozo bo'lmay xotirjam orom olsizlar. Ko'zim ko'ralmagini bilan ko'nglim ko'radi. Deydi Shohbegim cho'ng navrisining adabsizligini pisantiga olmay. Silimi o'g'illardan uzoq zamon ayrilsalar, ondan biladilar. Kichik xon tog'lari xuddi xon otlariga o'xshashlar, ko'zimning oqi ham qarasi edi. Uni ko'magili mana to'g'ri 25 yil bo'pti. Farzand visolig'im yetadigan kishi. Ul yurak paramni bag'rimga bir besib olib o'lib ketsam armonim yo'q. Shohbegim lechkining uchi bilan ko'z yoshlarini surtdi-da, yana yiroqlarga nazar tashladi. Men yana bir xabar etkelay, mo'ma. Bobur mo'misiq shundoq dedi-da, Bahramon turgan Sulton Muhammad Xonikaga loppida qarab qo'yib, etig'lik kedemendi. Hayal o'tmay bir bardan eshib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bobur kishilardan Yog'a qishliqiga sayramdan keladigan buningdan boshqa yo'l yo'qligini so'rab bilib olgan edi. Kuniga necha qatim menga berib, bu yo'l meni olgan etig'imi yotqi bo'lib ketgan edi. Atni bo'lishiga chaptirib xiyol surib ketib olgan Bobur tuyuqsiz beshini ko'tarib, oldi tarafdan bir to'p otliqlarning kelayotganligini ko'rdi. Otliqlarning orqa tarafidan osmon palak chang to'zon ko'tarilgan edi. Oshu chang to'zonlar to'sib olganlik uchun otliqlarning keyindan kelayotganlarni aniq ko'rolmadi. Ammo ot tuyoqlari ostidan o'rlab, puqrab osmonga ko'tarilgan chang to'zonlarning qo'yiqligidan otliqlarga ergishib kelayotganlarning sonining tumandan oshganligini pamladi. Demisimi tuman degan otlarning tuyoqlaridan anglangan to'pirligan ovozlar bag'an sir yaqinlashmoqda edi. Kelayotganlarning kiyinishidan, salobatidan qaraganda, ular cho'qim kichik xon tog'am ham uning sipohlari. Kichik xon tog'am qaysidir? O'ttirsidagi kishganda. Uning otda o'ltirishimi, atrofga mag'rur qarashlarimi nima degan so'latlik. Bir qarashdalar bahodirligi monument deb chiqib turdi ekan. Haqiqiy jahongirlar xos surhaybisi bor ekan. Otliqlar yaqinlashib qolgan edi. Bobur xiyolini yig'ishtirib darhol otdan tushdi. Allaqanday xiyollarga asir bo'lib ketib qolgan Sulton Ahmadxon hukmdorlarga xos kiyingan yuzchi nökar agashtirib olgan bir yosh yigitning otdan tushib ehtirom bildirganini ko'rib biroz taajjublandi. Ilm yaxshi oqsi Sulton Mahmudxonga xabar yetkazishga Toshkentga avatgan choparmini yenida bor edi. U bir qarabla Boburni to'nadi-da, darhol uning qo'lqiga pichirladi. Bu jiyan o'g'illar Bobur podshoh bo'ladi alilar. Sulton Ahmadxon shaqqida etining tizginini tortdi-da, otdan sakrab tushdi. Uninggacha Bobur yugurgan peti uning oldiga kelib bo'lgan edi. Assalomu alaykum. Jahon bahodirlarining sultoniga kamina jiyanlari Zahriddin Muhammad Boburdan ehtirom bo'lg'ay. Hormag'aylar xon tog'a. Qutlug' qadamlarga muborak bo'lsin. Bobur yukinmoqchi bo'lib edi, uni Sulton Ahmadxon chaqqonlik bilan yo'lib oldi va otilochi mehribonlik bilan bag'riga mahkam bosdi. Va alaykum assalom o'g'lim. Sulton Ahmadxon Boburning bastiga qoyillik bilan nazar tashladi. Ko'z tegmasin, onlig'inimdan ortiq o'g'lan bo'liblar. Ko'zimning ko'rliqidan jiyan o'g'limni tanimabdiman emasmi?
rahmatlik otalarının vafotidan xabar topgan bo'lsam-mu, ahvol so'rab kelanmadi. Undaq demislar tag'a. Otim rasmlarimizni munofiq shayboqning tahlikasidan qo'g'dash uchun shuncha yiroq yerdan lashkar tortib kelganliklarining o'zi biz uchun eng cho'ng tasalli, dedi Bobur. Gözürük var analarim, xonag'am, egich singllarim tinchlikmi? Xudoga shukr, hammamiz omon esan. Turpandagi qon qayrindosh urug' tuqqanlarmi tinchlikdi? Xudoga shukr, salomatchilik. Sultan Ahmadxon kayniga qayrilib, amir sarkarlar orasida turgan ikki o'g'lini chaqirdi. Salom beringlar. Mana bu yaxshilar kech kunduz ko'rishni orzu qilgan Bahodir og'anglar Bobur podshoh bo'ladi. Saidxon bilan Bobochaxon mo'kkida tizlandi. Assalomu alaykum. Bahodir og'am Bobur podshoh oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom. İki inimni ko'rib, xuddi qanot ko'klab chiqqandek bo'ldim, dedi Bobur ikki navri inisini yo'lab turg'izg'ach. Sulton Ahmadxon Boburga ikki o'g'lini tanishtirdi. Bu 3-xonzodam Saidxon bo'ladi. Bu 4-xonzodam Bobochaxon bo'ladi. Qadrlik inlarim bilan didorlashgan bilan to'limi baxtiyorman, dedi Bobur. Garchi amdili 15-16 yoshlarga kirgan bo'lsa-mu, 18-20 yoshlik yigitlardek bo'yliq ham tamkin ko'ringan navri inlarga mehr bilan qarab, hozirdan e'tiboran bir qo'saq qarindoshlardek o'tib, saltanat dushmanlarining beshiga tan qilishga qo'ydi, dedi. Inshaalloh, dedi ikki xonzoda. Saidxonning shu topda neriroq qarab turgan do'sti Toyirbekni Bobur bilan ko'rishtirgisi bor edi. Biroq uning nasabi martabasi to'g'ri kelmagachga ko'rishtirishga amalsiz qoldi. Özürük momam Şahbegim, hammalarim Sultan Nigar xinim, Dövlet Sultan xinim, Nevri ağam Xanika Sultan, Nevri inim Mirza Xonlar oliylaridan orzuq so'rash uchun saqlavatıdı, dedi Bobur tevazu bilan beshini egib turib. İjozat bersizlar, ular xush xabar yetkazay. Onasi Şahbegimning olaydan oldiga chiqqanligini olgan Sulton Ahmadxon hayajondan turolmayli qoldi. Ma'qul, sil berivaslar o'g'lim. Bizmi orqalardan tap bostirib yetib boramiz. Bobur cho'nqur bir ta'zim qilib atgandan keyin etiga minib qamchi soldi. Onasi bilan ko'rishishga oldirab qolgan Sulton Ahmadxonning Boburning kaynidanla etiga qamchi soldi. Ular bir necha minut ilgari oxir bo'lib, yog'adagi Shahbegimning chediriga yetib keldi. Chedirdan etilib chiqqan Shahbegim onam balam deb ho'krab yig'lag'inicha Sulton Ahmadxonning bo'yniga esildi. Ondan uning ko'ziga, mag'ziga, peshonasiga yenish-yenishlab so'ydi. Shu topda Sulton Ahmadxonning ko'zidan bo'rondek yosh ketgan edi. Bu ta'sirli ko'rinishga guvoh bo'lib turganlarmi o'zini tutib ololmay ko'z yosh qilishdi. Sulton Ahmadxon singillari Sulton Nigar xinim, Dövlet Sulton xinim bilan quchoqlashib, ko'z yosh qilib ko'rishdi. Jiyani Xanika Sulton Mirza Xonlarni quchoqlab turib peshonasidan so'ydi. Ondan ularga birga etkagan xotinlarni va ikki xonzodasini tanishtirdi. Ularni onasidan boshlab bir-birlab salom bergizdi va bu kecha onasining chedirida qo'nib qoldi. Bobur ertasi bomdod namozni o'qib bo'libla mo'misi bilan tag'isiga salom berish uchun Shahbegimning chediriga kirdi va har ikkilisiga tizilib salom berdi. Tönigin yo'l ustida mumkin bo'lmay qoldi. Keyin onamni ko'rib esimdan chiqarib qo'yibdiman, dedi Sulton Ahmadxon va navkarni buyurib, bir yoqiliq shahona to'n tambal, kalvatunliq bo'k, qo'nchi naqshlangan o'tik akaldirdi. Aloqasqa yurganni to'qib apkel, dedi oqtichisiga qarab. Ondan belidan qoshtashi, yoqutlardan ko'z qo'yilgan oltin kamirni yechib Boburga uzatdi. Bu sovg'atlarni qabul qilsizlar o'g'lim. Üstü beşimdikilerden faqat mushu kamarlar hurmatlarga loyiq deb qiladi. Bobur kichik xon tog'asining bu qadar ko'rsatgan hurmat in'omlarini ko'rib, hayajondan ko'ziga liqqida yosh oldi. Chunki cho'ng tog'asi Sulton Mahmudxonning bu chaqqicha uningga o'tkichalik kiyimini berib, izzat ko'rsatmagan edi. Bobur oltin kamarni ikki qo'llab elib, avval peshonasiga tekkizib tavob qildi.
Ondan söyledi de derhal belideki kemerini yesip onun ornuna tağısı inam kılgan kemerini bağlıp aldı. Türkiye yusun boyunca han padişahlar en hürmetli kişilerge, canda olahide çoğun tohpi görsetken bahadır serkerdilerge uçsыздaki kiyimlerini inam kılattı. Han sultanlarının mübarek bedeni tekken bu kiyimle kattı inam hesaplanattı. Kemer bolsa aşı inamlarının kattısı idi. Kemerden kalsa beşideki büyük toppusu, kılıç xənciri, andın toni, könleki en ahırda ötükü turattı. Babur bu inamlarının en kattısıga erişken idi. Alilerge ma'lum boğay, alı yorgu tayar boldu, dedi Aqtıcı bey. Sultan Ahmet Han Babur'unu başlap çedirinin aldığı çıktı. Qobul qılsıla oğlum, alı yorgusılığı kanat boğay, dedi o atının tizginini Babur'un koluğa tutkuzup. Bunçilik izzet köstişlerge layık emas edim tağa, dedi Babur hayacanını basanmay. Sılıdek bahadır azmetke her qancha izzet azlık kılır. Yüzle, billi naştı kılaydı. Ulan Şah Begim'nin qışığı yeni qaytıp kirişti. Kemer bilen at mübarek bolsun cigerim, dedi Şah Begim Babur'unu kutluqlap. Men sizga nemi bäsem bolur emdi. Mübarek tizlirgi beşimni koyup yetip iliş bəxtinden məhrum kalmasamlı boludum ama. Kalısığı dualarını aymıqayla. Elbette dua kılıp turmen. Her vaqtlık namazımdaki dualarımның hemmisi siledek perzentlerimның bəxti dövleti üçün. Ama el rayyatның duasını ilişkimi tırışqayla. Çünkü elning duası bilen er kökürüdü, yağmur bilen yer değdemez mi? Büzürkvarımның kalamını kalbimge naqıslı bağaymen. Babur gepini ahırlaştırıp duruşıga Şah Çedirga Seyidxan bilen Babacaqxan kirip geldi de aval momusıga andın dadısı bilen nevre akısı Baburga salam berdi. Babur bayı belidini yesivetken kemerini Seyidxan'a, yeniği esvagan qısqı saplı xəncirini Babacaqxan'a təqdim qıldı. Sultan Ahmet Han bahadırlık şöhretini xeyliden beri anlap gelgen bu ciyen oğlunun faziletinin təsəvvürdikinin neticesi artıq ikenligini, çoğunlağı hürmet görsetişte emas, kiçiklerge izzet bildirişti mi, qayda yusunlağı Allah'ıyla itibar verdiğalıqını görüp toluma memnun boldu. Ecdadımızdan qalğan büyük səltənət muşundaq perzentler bilen texim şöhret tapıdı. Babur padişahның vücududan ana taraf ecdadı toğluq tümür bilen, ata taraf ecdadı Emir Tümür'nün bahadırlıq jasardı təng namayan bopdu. Kelgüste ol babayı büzürklerden mi isip düşkidek Cihangir buluşudu gep yok. Kudretli Tanrım bana 10 oğul inayet kıldı. Ulardan qaysı Babur Mirza'yı tanışalarken, yegane Allah, inayetinden ümit var mı? Çedirga Mirzaxan bilen billa Sultan Nigar Xenim, Dövlet Sultan Xenim qatarlı hemşerilerinin kirip gelişi Sultan Ahmet Xan'ın xiyalını üzüp koydu. Mirzaxan, Sultan Ahmet Xan'ın sonlısı Sultan Nigar Xenim'nin merhum Sultan Mahmud Mirz'dan doğulgan oğlu idi. Gerçi onun yeşi Babur'dan xeyli kiçik bolsun, Sultan Ahmet Xan onun bir qur kiyim keçek ve beşideki kalvotunluq topusunu sovga kıldı. Xanike Sultan görünmeydi o. Nəvrilərinin qatarda çoğun nəvrisinin yoxluğunu bayqıgan Şah Begim Begavul Beg'den sorudu. Çoğun Xanzadə tek orundan turmadı mıken? Oyğıtınla, dedi Şah Begim qapqını türüp. Tezden kelip xan tağısığı salam bəssun. Bir jogin çaqaynımçilik vaqt ötkende Sultan Muhammed Xanike Çedirga esnigen aldı kirip geldi. Turqıdan uyqusuğa qanmağanlıqı çıkıp turattı. O avalı Şah Begim'ge, ondan Sultan Ahmet Xan'a, ahırda işki hammısığı salam berdi. Baburga şundaqlı qarab, beşini lanıştıp qoyuş bilen kupaylendi. Seyidxan, Babacaqxan, Mirzaxan qatarlıq nəvri inlərinin salamını və aleyküm əssalam deb ağzının uçudu ilik boldu qıldı. Cavaben əhval sorab qoymadı. Gerçi Babur'un yeşi onundan kiçik bolsunmu, lekin padişahlıq mərdüsü boğazqa salahidin saxlap salam bəmidi.
Sultan Ahmad Xan onun özünü çoğ tutup hakavurluq qılıb atqanlığını sezgen bolsunmu, çandırmadı ve öz layıqıda onunğa sovg'a berdi. Görüşüş, salam saatler ahırlaşqandan keyin birlikte naşta qilishib Toshkentga qarab yo'lga chiqdi. Hürmetli anlıqçılar, bugün kitapni mushagacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, aman bo'lgaysizlar.